Assalomu alaykum hammaga. O'tgangi videoda odatlarni shakllantirish uchun 4 ta qonun haqida gaplashgandik. Bugun shuni birinchisiga e'tibor qaratamiz. Videoni boshlashdan oldin unda sizlar nima o'rganishinglar mumkinligi haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, odatlarni o'zi nimalar boshlaydi? Ikkinchisi, pointing and calling qanaqa mexanizm va qanaqa ishlangan? Uchinchisi, yangi odatlarni hayotingizga olib kelishdan oldin nimalarni amalga oshirishingiz kerak? Bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, birinchi qoida bu signallarni aniq qilish edi va James Clear o'zining kitobida bitta kelin qanaqa qilib qaynotasini insultdan saqlab qolganligini misol qilib keltirgan. Bir oilaviy yig'ilish bo'pti va kelin o'tirgan joyda o'zidan o'zi qaynotasiga "Menga hozir turishingiz sal yoqmay turibdi-da" debdi. Bunaqa ohangda yoki bunaqa ma'noda aytmagan bo'lsa ham, keyin qaynotasi aytadi, "Kelin o'zi menga ham turishingiz yoqmaydi" deb hazillashibdi. Ya'ni kelin, "Yo'q, men hazillashmayapman, siz hozir kasalxonaga borishingiz shart" debdi. Ya'ni kelinning gapiga ishongan oila hammasi qaynotasini o'sha yoqqa olib borib, gospitalga yotqizishsa, keyin uni tekshirishsa, rostdan ham unda yurak xuruji bo'layotgan ekan. Ya'ni boshlanayotgan ekan. Buni qayerdan bilib qoldi deb o'rgansanglar, u ayol, ya'ni kelin kasalxonada ishlagan, shu yurak xuruji bo'ladigan odamlarni ko'p ko'rgan ekan. Ya'ni yurak xuruji bo'layotgan kishida o'sha arteriya qon tomirlarida tromb paydo bo'lib, endi o'sha signallarni berisha boshlayotgan ekan. Ya'ni u ayol shu odamlar bilan, shunaqa odamlar bilan ko'p ishlaganda, shu qanaqadir tomirlarda tromb bo'lib qoladigan bo'lsa, odamning yuzidagi qonlar o'zgarar ekan. Ya'ni o'sha misol uchun bizda hammasi qizil bo'lib tursa, unda balkim qayerdadir oqarib qolgandir, qanaqadir rang paydo bo'lgandir. Shundan bilib qolib, ya'ni qolgan hech kim bilmagan, aynan o'sha odam o'shanaqa joyda ishlagani uchun shuni bilib qolishadi va o'sha odamni hayoti saqlanadi. Keyingi hikoyani aytishdan oldin, shu hikoya sizga nima uchun aytildi, ya'ni kelin va qaynota misoli nima uchun berildi, nimaga e'tibor berishingiz kerakligini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni u ayol o'sha yurak xuruji bo'ladigan odamlar bilan juda ham ko'p ishlagani uchun yurak xuruji bo'lishdan oldin nimalar bo'ladi, shuni miyasi analiz qilib chiqqan bo'ladi. Misol uchun 10 yil ishlagan bo'lsa, 10 yildan beri odamlarda misol uchun yuzda o'zgarish bo'lganini ko'rgan va xuddi shu holatni qaynotasida ko'rganda srazu ketdik, gospitalga borishingiz kerak dedi. Xuddi shu narsani odamlar ko'rfaz urushida leytenant komandir Michael Rayli tomonidan boshqalarning hayotini saqlab qolganligida ko'rgan ekan. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, bilasizlar, samolyotlarning ichida radarlar bo'ladi va radarlarda atrofdagi jismlar ko'rinadi. Va o'sha hamma o'sha yangi chiqqan jismni o'zimizni samolyotlar deb o'ylasa, Michael Rayli yo'q, shuni urib tushiringlar deb buyruq beradi. Va o'shani urib tushirgandan keyin payqashadiki, bu o'sha boshqa dushman raketa hujumga kelayotgan bo'ladi. Ya'ni o'ylab qarasanglar, o'sha bipillayotgan ovozi ham, uni ko'rinishi ham hammasi rostdan ham boshqa o'zimizni do'stona samolyot deb o'ylashadi. Ya'ni o'sha bilan bir xil bo'ladi. Lekin aslida u o'sha dushman raketasi bo'ladi. O'shani urib tushirish buyrug'i bilan shu ancha odamlarning hayotini saqlab qoladi. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Misol uchun siz muzeyga borib, muzeydagi ishchiga "Men haqiqiy Mona Lizani portretini olib keldim, mana" deydigan bo'lsanglar, "Ukam hazillashyapsan, bor nariroqda o'yna" deydigan bo'lsam, siz dollarchiga borib, "Shu dollarimni sotib olasizmi" desangiz, ya'ni qo'lingizda soxta dollar bo'lib, ular aytishadi, "Yo'q ukam, bu soxta ekan, seni militsiyaga beraveramiz" deydi. Bu juda ham oddiy narsa. Nimaga deydigan bo'lsanglar, ular o'sha experience davomida juda ham ko'p ko'rgan. Ya'ni uni miyasi o'ylab o'tirmaydi, bunday ko'radida, ichidagi hissi, ha, bu noto'g'ri ekan, nimadir noto'g'riligini sraz payqaydi. Bundan tushunishimiz kerak bo'lgan va biz urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu bizni miyamiz bashorat mashinasi ekan. Ya'ni u hamma narsani analiz qiladi va nimanidir qayta-qayta takrorlarsangiz, eng muhim narsalarni olib qoladi. Odatlar qanaqadir signallardan boshlanishi kerakligi haqida juda ham gaplashdik, lekin ular har doim ham bizga ko'rinadigan aniq bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi odatlarni siz imkoniyat to'lishiga qilasiz. Va bu ba'zida sizga yordam beradi va ba'zida juda ham zararli bo'lishi mumkin. Kimdir sizni oldingizga kelib aytmaguncha, siz misol uchun oyog'ingizni yerga dupillatib o'tirayotganingizni bilmasligingiz mumkin. Yo bo'lmasam og'zingizni yumib kuladigan bo'lsangiz, bularni ham hech qachon siz kimdir oldingizga kelmaguncha payqamaysiz. Juda ham ko'p odamlar bor, misol uchun gapirayotganingizda gapingiz oxiriga qo'shilib turadi. Misol uchun nimadir hikoya aytib beryapsiz, o'sha gapingizni sizga qo'shilib tugatib turadi. Ya'ni bularni siz unga aytmagunizcha u bilmaydi. Chunki odatlar judayam avtomatiklashib ketgan. Ya'ni ong ustida bo'ladigan odatlar bor, ong ostida bo'ladigan odatlar bor. Ba'zi odamlarning odatlari ong ostiga o'tib ketgan. Bularni hammasini aytib berayotganimning sabablaridan bittasi, bu hayotimizdagi juda ham ko'p odatlarni o'sha signallari juda ham kichkina va hayotimizga juda ham oson kirib kelgan. Misol uchun, ko'p televizor ko'radigan odam bo'lsangiz, sizni odatingiz boshlanishi uchun bitta pultga qarab qo'ysangiz bo'ldi. Misol uchun, pult o'rnida turibdi, men boraman, olaman, ko'raman. Yo bo'lmasam oshxona chetidagi konfetlar sizni shirinliklarni ko'p yeyishingiz
bo'lishingizga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik yangi odatlar quraman, hayotimni yaxshi tomonga o'zgartiraman deydi, lekin hozirgi odatlar haqida hech qachon o'ylab ko'rmaydi. Bitta brat aytgan ekan, sen ong ostingdagini ong ustingdagiga olib chiqmaguningcha, u seni hayotingni boshlaydi va sen uni prosta taqdir deysan degan ekan. Ya'ni buni to'xtab turib o'ylab qarasangiz juda ham chuqur o'ylangan. Ya'ni siz juda ham hayotingizda ko'p bo'layotgan narsalarni bilmaysiz, payqamaysiz, u haqida o'ylamaganingiz uchun u sizni qaysidir tarafga yetaklaydi va oxirida meni taqdirim shu edi ekan deysiz. Rostdan ham taqdiringiz o'sha bo'ladi, lekin siz uni o'ylamaganingiz minus sizga ishlagan bo'ladi. Videoni boshida va'da qilgan pointing and calling degan mexanizm nima o'zi, qanaqa ishlaydi va Yaponiya temir yo'llari xuddi shu darajaga yetib kelganiga pointing and calling qanchalik katta hissa qo'shganligi haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni kitobda o'sha ko'rsatilishi bo'yicha shu Yaponiya poyezd yo'llari judayam zo'r sistema qilingan va ularni bu darajaga yetganligiga sabab ular hamma narsani o'sha odatlarini point qiladi, ya'ni ko'rsatadi va call qiladi. Ovozini chiqarib aytadi. Misol uchun poyezd kirib kelayotsa, kimdir misol uchun ishchilar bir-biriga gapiradi. Misol uchun poyezd kelyapti, eshiklar ochilyapti, eshik yopilyapti, ketyapti, yo bo'lmasam hammasini bitta-bitta aytib chiqadi. Ya'ni buni oddiyroq qilib sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun ko'pchilik uydan chiqib ketayotganda aytadi, men kalitlarni oldim, kartamni oldim, uni oldim, buni oldim. Ya'ni bu ong ostidagi bo'lgan hamma narsani ong ustiga chiqarib eslayapti. Ya'ni bu siz uchun juda ham katta narsa, chunki hayotingizdagi hamma narsani shunaqa qilib chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni men uyga kelaman, eshikni ochaman, uyga kiraman, tishimni yuvaman, yotib uxlayman, shunaqa deydigan bo'lsangiz, sizni ong ostidagi narsalarni ong ustiga chiqarasizda va u haqida o'ylashga sizda imkoniyat bo'ladi. Endi sizga bitta topshiriq beriladi, ya'ni hayotingizdagi hamma odatlaringiz, ya'ni kun davomidagi qiladigan ishlaringizni yozib chiqib, uni foydali, foydasiz va neytral odatlarga ajratishingiz kerak. Ya'ni yaxshi odat, yomon odat va neytral. Misol uchun siz uyg'onasiz, budilnigingizni o'chirasiz, telefoningizni tekshirasiz, vannay o'ychaysiz, cho'milasiz, chiz yuvasiz, derazalarni tepasiz, sochlarni ilib qo'yasiz, kiyinasiz, choy damlaysiz. Bu va hokazo. Kechgacha hammasini yozib chiqing, erinmasdan. Chunki bu sizni hayotingizni o'zgartiradi. Ertalab turishingizdan to kechqurunga yotishingizgacha bo'lgan odatlarni hammasini yozib chiqqandan keyin, endi ularni 3 ta toifaga bo'lasiz. Yaxshi odatlar, yomon odatlar va neytral. Misol uchun siz uyg'onganingizda bu foydali ham, foydasiz ham bo'lmaydi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan shuni neytral qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin budilnigingizni o'chirishingiz, bu ham o'sha neytral, buni foydali, foydasiz deb bo'lmaydi. Lekin telefoningizni olib, yarim soat, 1 soat ko'rib o'tiradigan odatingiz bo'ladigan bo'lsa, uni minus qilib qo'ying. Keyinchalik uni ko'rib chiqasiz. Undan keyin nima qilasiz? Turasiz, vannaga borasiz. Vannaga borish nima? Bu neytral, juda ham oddiy narsa. Betingizni yuvishingiz kerak baribir ham. Keyin vesingizni o'lchash. Vesingizni o'lchash plyus bo'ladi. Ya'ni plyus qilib qo'yasiz, vesingizni o'lchaydigan bo'lsangiz, chunki siz o'sayotganingizni, tushayotganingizni bilib turasiz. Undan keyin cho'milasiz, cho'milishingizga bu plyus. Ну, просто cheez yuvasiz, cheez tozalaysiz, bularga ham plyus qilib qo'ysangiz bo'ladi. Dezodorant sepaman o'zimga, buni ham plyus qilasiz. Ну, shunaqa qilib oddiy narsalarni plyus, minus qilib borgandan keyin siz уже bilasiz nima qilyapsiz. Sizga hozir berilgan topshiriq qanaqadir odatlar qo'shish yoki odatlarni o'chirish emas. Prosta siz o'sha jadval sizda bo'lsin va har safar o'sha narsani qilayotganingizda boshqa odam bo'lib o'ylab ko'ring. Misol uchun, qiziq shu odam nimaga shunaqa qilyapti-ekan, misol uchun shu chekayotgan bo'lsangiz, nima uchun chekyapti o'zi deyishingiz mumkin. O'sha paytda menga yordam beradi-yu, lekin keyinchalik hayotimni yomon tarafga olib bormaydimikin bu degan narsani o'ylab yuring hozircha. Ya'ni siz odatlaringizni o'rganing. Ya'ni bu videoda siz o'sha odatlarni nima boshlaydi, point and call, ya'ni siz o'sha odatlaringizni men mana shunaqa qilib qo'yyapman, nima qilyapman deb turib ovozingizni chiqarib aytishingiz qanchalik muhimligini bildingiz va odatlaringizni hozir boshlashdan, yangi odatlar qo'shishdan oldin o'zingizni hozir qilayotgan odatlaringizni o'rganib olishingiz kerakligini anglab yetdingiz. Assalomu alaykum.